Yangilik bilan chiqqanman. Archa ko'cha Optimdamiz akalar. Bilgan biladi, ko'rishingiz mumkin, xudo xolisa. Hop, bu yerda kalbasa Optim ham bor akalar. Kalbasa deysizlarmi, go'sht mahsulotlari deysizlarmi? Akalar, bu yerga meva kamiydi. Mevani ham tiqib qo'ydi, ko'rishingiz mumkin. Mevani juda ham zo'r. Jigar nima gap? Va assalomu alaykum. Qalay bo'psiz o'zinglar? Yaxshimi, zo'rmi? Necha pul zo'rtasiz jigar? Satanjini zo'ri bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop, necha pul? Kiloga 35, yashigini 180 ming so'm. 180 ming so'm. O'y jigar, bo'ldi. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin, o'g'il bo'lsin, qizi bo'lsin. Hop, kilosini 33 ming so'mdan sotasizlar. 33 ming so'm ketdi. 33 ming so'mdan xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nokilarimizning asallari ham bor, xudo xolisa. Faqat mevani o'zimi deydigan bo'lsanglar, akalar kenajonlar, bu yerda ananaslar, hop, golubikalar, bananlar deysizlarmi? Mana ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolisa ananas, kivilar va hokazo. Hop, ichkariga sekin kiramiz. Mana buni qaranglar. Mangoli deysizlarmi? Voy, aka, ekzotika, tropika, hamma mahsulotlarimiz bor. Mana buni akalar 30 ming so'mdan beramiz. Buni ikkitasini 35 ming so'mga beramiz. Muskat uzumlar, marakuyalar, hop, archa ko'chada ham 9 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Taruzga necha aka? Taruzga necha? Taruzi minisi bo'ladi, Braziliyaning mahsuloti bo'ladi, xudo xolisa. Hop, juda ham zo'r mahsulotlarimiz aynan shu yerda jigar. Fruit Store bilasizlar. Ilon-da katta filialimiz, hozircha 10 ta do'konimiz bor. Hop, bemalol kelib mahsulotlarni xarid qilsanglar bo'ladi, akalar. Akalar, hop, sekin go'shtga ham, kalbasaga ham kirib chiqamiz. Narx-navosini sekin bilib, xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Hop, jigar nima gap? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling aka. Nima bo'pti? Aksan jinnis Hop, aka. nech pul? Aka 60 ming so'mga bitta olasiz. 65 ming. 65 ming? Nima o'zi bu jigar? Aka Eronning to'g'risini sir aka. Zo'r, a? Zo'r. Kalbasani ko'rsing. Sistem qo'shib beramiz aka. 65 ming kelasi. Ikkalasi. Keling, kalbasani ko'ringlar, aka. Kalbasani xudo xolasa ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Qazi nima deyapti aka? Qazi zo'r. 160 ming sotilgan, 145 mingdan aka. Bo'l, aksani zo'rni qilib berasiz, aka. Meni nomimdan kelishadi-yu. Chiroyli narxda qilib bering, xudo xolasa. Rozmetdan aka. Bizda tegamaydi. 63 ming plus sosiska. Gap yo'qlagan. Mashina 63 ming so'mga xarid qiladi, 3 ta mahsulot oladi. Shunaqa aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar kenajonlar, ko'ryapsizlar? Hop, archa ko'chadamiz, xudo xolasa, akalar. Hop, Gulzorga qarab keturishinglarda tushuntirib o'taman. Gulzorga qarab keturishinglarda, hop, 10 qo'linglarda joylashgan bo'ladi. Bu yerda ne'mat akam savdo qiladilar. Bu yerda suv, dondu, hamma narsalar bor. Faqatgina kelib, xarid qilib ketsanglar bo'ldi. Akalar, archa ko'chaga yaqin turadigan tanish bilishinglarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, charchab qolmanglar. Masalama murojaat uchun nomerlar bor.